sinusdan boshlaymiz. Sinus 2 alfa bo'lishi ham 2x bo'lishi mumkin. Shu formulasi 2 ko'paytiruv sinus x kari kosinus x bo'ladi. Hop, bu yerda nima bo'lsa, shuni bu yerda yarimlari bo'ladi. Ya 2x bo'lsa, bu yerda x bo'ladi. Yarim x da to'g'ri. Bu yerda 6x bo'lsa, mana shu yerda bunda 6x yarim bo'lishi kerak. Shu ikkisi 3x bo'lishi kerak. Ichkari demak sinus x kari kosinus x. Keyingisi. Mana misol uchun men yozaylik-da. Sinus 8x degani, demak 2 ko'paytiruv sinusda kosinusda mana shuni yarim bo'lishi kerak, to'g'rimi? Sinus 4x demak kosinus 4x bo'lishi kerak. Demak birinchisi sinusda tiklangan burchakning formulasi 2 kara sinus x kara kosinus x. Yoki arqa qaytishdan bilishingiz kerak. 2 kara sinus x kara kosinus x. Demak sinus 2 mana shuni ikkilangani bo'lishi kerak. Sinus x bo'lishi kerak. Bir xil burchakda sinus va kosinus ko'paytirmasini ikkilangani, demak shu burchakda sinusini ikkilangani degan bo'ladi. To'g'rimi? Ikkinchisi kosinus ikkilangani. Ya'ni kosinus 2x. Kosinus 2x degani eng birinchi formulasi kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x. Nima bo'lsa, bu yerda yarimi bo'ladi. 2x bo'lsa x bo'ladi. 3x bo'lsa 1,5x bo'ladi. X bo'lsa bu yerda mabodo. Bu yerda x taqsim 2 bo'ladi, yarimi. To'g'rimi? Endi kosinus 2x degani shu burchakda yarimini kosinusini kvadrati minus o'sha burchakda yarimini sinusini kvadratiga teng bo'ladi. To'g'rimi? Buni ikkinchi formulasi bor. İkinci formulası sinus kvadrat x degani 1 minus kosinus kvadrat x degani. To'g'rimi? Sinus kvadrat 1 minus kosinus kvadrat degani. 1 minus kosinus kvadrat minusdan keyin plus bo'lib qoladi kosinus kvadrat. Bu bilan 2 bo'lib qoladi. 2 kosinus kvadrat x minus 1 degani. To'g'rimi? Mana 1 minus kosinus kvadrat minusdan keyin minus 1 bo'ldi. Minus kosinus kvadrat plus bo'lib, bu bilan 2 bo'lib qoldi. Hop, keyingisi. Buni yozib olish mumkin. Kosinus kvadrat x degani 1 minus sinus kvadrat x degani, to'g'rimi? 1 minus sinus kvadrat bo'lsa, minus sinus kvadrat minus sinus kvadrat 1 minus 2 sinus kvadrat x degani. Demak, hammasini ko'ryapsiz, mana shu yerdagi burchakda yarmini olib ketyapti. X deganini 2 olib ketyapti. Demak, doim shunaqa qilishingiz kerak sizlar. Keyingisi uchinchisi tangenstiki. Tangens x. Demak, tangens x formulasi 2 tangens x taqsim 1 minus tangens kvadrat x. Bu yerda ham shu nima bo'lsa, bu tomonda yarim bo'lishi kerak. Bu tomonda nima bo'lsa, bu tomonda ikkilangani bo'lishi kerak. To'g'rimi? Bu tomonda nima bo'lsa, bu tomonda ikkilangani bo'lishi kerak. Hop, 2 tangens x taqsim 1 minus tangens kvadrat x. Mabodo bu yerda x taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda uni x taqsim 2 ni yarim bo'lishi kerak. x taqsim 4 bo'lishi kerak. x taqsim 4, x taqsim 4 bo'lib formulaga qo'yiladi. Formulada 2 tangens shu burchakda yarimi taqsim 1 minus tangens kvadrat shu burchakda yarimi. Shu burchak nima? X da yarimi x bo'lyapti. Keyingisi to'rtinchisi. Hop, katangens x. Katangens x degani hop, katangens kvadrat x minus 1 taqsim 2 katangens x degani. Mana shu yerdagi burchak yana bunda yarim bo'lyapti. To'g'rimi? Katangens ikkilanganini burchagi, demak katangens kvadrat shu burchakning yarmi x minus 1 taqsim 2 katangens x. O'zi mana uni bilsangiz, bilish qabul qilish muammo emas. To'g'rimi? Tangens x ja bilish u darajada muhim emas, lekin mana uni bilish kerak qanaqa bo'lsa. Bilsangiz, buni keltirib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Chunki tangens x degani nima degani? 1 taqsim tangens 2x degani. Buni topasizda, bu bo'lgandan keyin shu orqali topib berishingiz mumkin. Yani tangens x kelib chiqsa, buni teskarisi katangens x degani-yu. To'g'rimi? Shu orqali topib olishingiz mumkin. Hop. Endi mana shu sinus x bilan kosinus x ikkinchi formulalari bor. Qaysi desa, sinus x degani sinus x. Men yozyapman. Sinus x hop, tangensi ko'rinishi bor. 2 tangens x taqsim 1 plus tangens kvadrat x degani. Demak, sinusda ikkilanganini burchagini tangensi ko'rinishi bor. U 2 tangens x taqsim 1 plus tangens kvadrat x. Shunga teng. Tushundingizmi? Ba'zan o'sha tangens berib turib sinus so'rab qoladi. Sinusda tangens x berib turib sinus x nima deydi? Sinus x topish uchun ash tangens formulasi qo'yish kerak. Bo'lmasa tangens nima topasiz? Tangens bo'lsa, keyin kosinus kelib chiqadi, kosinus topasiz. Kosinusdan keyin sinus topasiz. Keyin chiqadi. Mana sinus x. Sinus kosinus bo'lgandan keyin mana shu kelib chiqadi.
Lekin ana formulani bilsangiz, bitalab qo'yib topib olishingiz mumkin. Keyin kosinusni ham xuddi shunaqa formulasi bor, tangenslik. Kosinus 2x degani, kosinus 2x degani, hop, 1 minus tangens kvadrat x taqsim 1 plus tangens kvadrat x. Shunga teng. Demak, kosinus 2x da ikkilanganini tangens ko'rinishi 1 minus tangens kvadrat x taqsim 1 plus tangens kvadrat x. Bu tenglamalar teng bo'lgandan keyin, ko'p tenglamani chapdan chapiga 10 ga bo'lib olsak, bu chap tomonlar nisbati tangens x bo'lib qoladi, to'g'rimi? O'ng tomonlar nisbatida bular yo'qolib ketib, tangens x taqsim 1 minus tangens kvadrat x bu yerda ham qaytib keladi. To'g'ri bo'lyaptimi? Haqiqatda nisbat teng ekan, teng. Shundan kelib chiqqan mana shu tangens x. Shundan kelib chiqqan. Ana shuni yozib bersangiz bo'ldi. Mana shu ikkilangan burchak sinus kosinus. Ba'zi misollarda, mana shu mavzuda hamma misollar shunga qo'yib topib chiqaverasiz. Savollar shu bilan topiladi.